ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Tavba surasining 94-oyatida Alloh aytadi: Qad nabba'anallohu min akhbarikum. Batahqiq Alloh bizga sizlarning xabarlaringni aniq xabar qildi. Bugun 3-iyul 2025-yil. Allohning vaqtovlik fe'llaridan naba fe'li haqida o'rganamiz. Naba'a maxfiy bo'lib turgan narsani oshkor bo'lishi degani. Shundan maxfiy xabarni oshkor qilishlikni naba deyiladi. Masalan, qiyomat qachon bo'lishi maxfiy. Va o'zi uni bo'lishini ham bilmasdi hech kim. Alloh xabar qildi bizga. Shu qiyomat bo'ladi dedi. Aniq va u. Ana shuning uchun qiyomatda naba deyiladi. Mana Qur'onda Naba surasi bor. Amma yatasaalun anin nabail azim. Ular nimani so'rayaptilar? Nabaul azimni, buyuk xabar haqida so'rayapti ular deb shu qiyomatning qachonligini so'rayotganlarga tanbeh bo'lib tushgan oyat. Demak, nabaa degani buyuk, aniq va maxfiy bo'lgan bir xabarni oshkor qilish degani. Shundan payg'ambarni nabiy deyiladi. Buni ba'zilar naba so'zidan chiqqan deydi. Yo'q, aslida nabaa mana shu so'zdan chiqqan u ham, ya'ni payg'ambar ham chunki maxfiy bo'lgan xabarlarni Alloh taolodan olib keladi. Nubuvat degan so'z ham shundan chiqqan. Bilamizki, Alloh azza vajalladek maxfiy narsalarni xabar qiluvchi yo'q. Shuning uchun Alloh naba'ni o'ziga nisbat bergan wala yunabbi'uka mitlu xabir deydi. Xabir zotchalik hech kimsa sizga naba qila olmaydi. Ya'ni u Alloh xabir zot. Allohchalik hech kim aniq xabar bera olmaydi biror narsani. Ko'rinib turibdiki, xabir ismiga oid bu fe'l. Xabir ismini o'tdik. Xabar qiluvchi degani. Mana bu fe'l o'shanga oid. Qur'onda 19 o'rinda bu fe'l Alloh haqida xabar qilindi. Birinchisi Tavba surasining 94-oyatida munofiqlar haqida kelgan. Ular kelib janglardan qolib ketgach, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldiga kechirim so'rardi, uzrlarini aytishardi, bahonalarini, ya'ni. Shu haqida Alloh aytadiki: "Ya'taziruna ilaykum idza raja'tum ilayhim qul la ta'taziru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allohu min akhbarikum." Ular sizlar yurtga qaytib borganingizda sizlarning oldingizga kelib uzr so'raydilar. Ayting, sizlar endi uzr so'ramanglar, biz sizlarga baribir ishonmaymiz. Chunki Alloh bizga sizlarning xabaringizlarda aniqini aytdi. Ya'ni kimligingizlarda Alloh aytib qo'ydi, munofiq ekanligingizlarni. O'zingizlarga kelib uzr ma'zur qilib o'tib ketaman deb o'ylamanglar endi. Alloh aniq aytib qo'ydi. Nifoq insonning ichida berkingan narsa. Uni Alloh fosh qilmasa hech kim bilmaydi. Ana shuning uchun Alloh nabba'analloh deyapti. Alloh bizga aytib qo'ydi min akhbarikum, sizlarning xabaringlar kimliginglarda. Ikkinchisi Moida surasining 14-oyatida va sawfa yunabbi'uhumullohu bima kanu yasnaun. Ahli kitoblar haqida kelgan, ular qiladigan ishlarini Alloh hali ularga xabar qiladi qiyomat kunida. Ya'ni dunyoda hamma o'zini oqlaydi, men to'g'ri qilyapman deb o'ylaydi. Nima qilganingni ertaga Alloh senga aniqni aytadi. Aksar Qur'onda Alloh xabar qilishi mana shu ixtilof o'rinlarida kelgan o'zi. Ahli kitoblar mushriklarmi, mushriklar kofirlar bilan musulmonlarmi, musulmonlar bilan munofiqlarmi qilgan ixtiloflarida aniq yechimni, xabarini Alloh aytadi qiyomat kunida. Ko'pincha mana shu ma'noda kelgan bu fe'l. Uchinchisi Moida surasining 48-oyatida fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi taxtalifun. U zot sizlarga ixtilof qilgan narsalaringdagi xabarni aytadi deydi. Kim haq, kim nohaqligini, ya'ni. To'rtinchisi Moida surasining 105-oyatida fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bunda ham o'sha ixtilof masalalarida kelgan. Sizlarga hammangizlarga qilgan amalinglarni Alloh o'zi xabarini aytadi deydi. 5-si An'om surasining 108-oyatida kazalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila robbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Hamma ummatga shunday qilib amallarini ziynatlab qo'yganmiz.
So'ngra Robbilariga qaytariladilar va u zot keyin o'zi ularga qilayotgan amallarini xabar beradi deydi. Mana bu yerda ham o'sha ixtiloflarning yechim tarzida kelyapti. Alloh o'zi hammaga nima qilganini xabar beradi. 6-si An'om surasining 159-oyatida Innallazina farraqu dinahum va kanu shi'an lasta minhum fi shay innama amruhum ila Alloh thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Dinlarini firqa-firqaga bo'lgan, guruh-guruhga bo'lingan kishilar siz ulardan birortasining yo'lida emassiz. Ularning ishi Allohga havola, so'ngra u zot o'zi ularga qilayotgan amallarini xabar beradi. 7-si An'om surasining 164-oyatida Summa ila robbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi taxtalifun. Qaytishliklar Allohgadir, so'ngra ixtiloflashgan narsalarda Alloh o'zi xabar qiladi. Mana bu yerda ham ixtilof yechim tarzida kelyapti. 8-si Tavba surasining 105-oyatida amal qilinglar deb keyin davomida aytadi. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qilgan amalinglarni Alloh xabar qiladi. 9-si Yunus surasining 23-oyatida Fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bu yerda ham shu. Qilgan amallarni xabar qilamiz deb keladi. 10-si Nur surasining 64-oyatida Allohga qaytariladilar, u o'zi ularga qilgan amallarini xabar beradi. 11-si Luqmon surasining 15-oyatida Fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ota-ona masalasida kelgan. Ota-onang senga qarshilik qilsa ham, amalingni qilib, rozi qilib, men sizlarga keyin qilgan amallarni xabar qilaman degan. 12-si Luqmon surasining 23-oyatida Fanunabbi'uhum bima amilu qilgan amallarni xabar qilamiz deydi. 13-si Ankabut surasining 8-oyatida ota-ona haqida bu ham Fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qilgan amallarni xabar qilamiz. Ya'ni o'shani rozi qilsang, sendan noroziman degan taqdirda ham Alloh o'zi hammaning amalini ko'rib turib, ertaga qiyomatda xabar qiladi. 14-si Zumar surasining 7-oyatida Fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bu yerda ham xuddi shunday. Qilgan amalingni xabar qilamiz deydi. 15-si Fussilat surasining 50-oyatida Falunabbi'anna allazina kafaru bima amilu. Kofirlarga qilgan amallarini xabar qilamiz deydi. 16-si va 17-si Mujodala surasida 6 va 7-oyatlarida bunda ham qilgan amallarni xabar qilish haqida gapiriladi. 18-si Juma surasining 8-oyatida bunda ham qilgan amallarni xabar qilish. 19-si Tahrim surasining 3-oyatida bunda Nabba'aniyal alimul xobir Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan ayollarning qissasida kelgan. Payg'ambarimiz ayollariga bir sirni aytsalar, bu ayollar boshqa ayollarga aytib qo'ygan. Keyin Rasululloh aytib qo'yganligini Alloh u kishiga aytgan. Ya'ni Rasulullohga Alloh xotinlari aytib qo'yganligini aytgan. Rasululloh ayollariga shuni aytib qo'yibsan deb aytsalar, ayollar qayerdan bildingiz buni degan? Rasululloh aytganlarki, menga nabba'aniyal alimul xobir. Alim, xabir Alloh xabar qildi deganlar. Ko'rinib turibdiki, asosan qilgan amalni xabar qilish kofirga bo'lsin, musulmonga bo'lsin, mana shu haqida kelgan bu fe'l. Va munofiqlarning kimligini xabar qilish va sirlarni bildiradigan zot sirlarni oshkor qilib qo'yishlik ma'nolarida kelyapti. Endi bu fe'lning ta'sirini insonda qaraymiz. Alloh insonni yaratgan paytda farishtalarga aytgan, mana shu narsalarning ismlarini menga xabar qilinglar degan. Ambiuni bi asma'i haula. Ya'ni butun koinotdagi mahluqotlar ismini u maxfiy narsa edi. Ism degan narsani farishtalar bilmasdi ya'ni. Ular subhanak la ilma lana deydi. Bizda ilmimiz yo'q. Alloh Odam alayhisolamga aytdi: "Ya Adam ambihum bi asma'ihim." Mana shu narsalarning ismlaridan shularga xabar qilginchi dedi. Falamma ambahum bi asma'ihim. Qachon Odam ularga narsalarning ismlarini naba xabarini qilgach, Alloh farishtalarga aytdi: "Men aytmaganmidim sizlarga? Men sizlar oshkor qilayotgan va maxfiy qilayotgan narsalardan bilaman. Samot va yerning g'aybini bilaman demaganmidim?" dedi. Ya'ni butun mahluqotlar ichida insonda bor xislatni Alloh ko'rsatdi. Uki naba qila olish xislati. Ya'ni muxbirlik, xabar qila olish. Narsalarni aniq maxfiy narsalarni ochib fosh qila olish. Haqiqatan qarang, Alloh insonga bergan mana shu qobiliyatni. O haligacha davom etyapti bu. Masalan, yangi narsalar ixtiro qilyapti insonlar. Samolyot, vertolyot, kosmosda uchadigan, koinotda uchadigan kosmik kemalar, yadroviy qurollar, radio to'lqinlar, bular hammasi koinot ichida berkilib yotgan narsalar edi. Ularni inson fosh qilib nomini qo'yapti unga. Mana shu Alloh shu xususiyati o'zini fe'lidan insonga berganidan ekanda. Ana shuning uchun ham Alloh insonlar ichida nabiylar tanlagan. Ularni anbiyolar deb nomlagan. Insonlarga ular maxfiy g'aybdan xabarlarni tarqatadi kelib.
Shariatdagi ta'siriga qarasak, shariat ham amba olib kelgan. Zalika min amba'il g'oybi nuhihi ilayk deydi. Mana shu narsalar Qur'onda kelgan qissalar, masalan, o'tmishdagi, kelajakdagi xabarlar, g'ayb xabarlardan. Biz sizga uni vahiy qilyapmiz degan. Qur'on haqida Alloh aytadi: "Qul huwa naba'un azim antum anhu muridun." Ayting, bu buyuk xabardir. Sizlar esa undan yuz o'girib yuribsizlar. Ya'ni o'tmishdagi qancha aniq ma'lumotlar bor buning ichida. Kelajak haqida qancha bashorat aniq ma'lumotlar bor, odamlar bundan yuz o'giribdi. Bugun qarasang, arxeologlar Misr piramidalariga borib, bir cho'llarda dinozavrlar suyaklarini titkilab yuradi. Nimaga desang, qadimdagi ma'lumotlarni o'rganish uchun deydi. Qarasang, u qanchasi yolg'ondan yozib ketilgan bo'lishi mumkin. O'zlarini buyuk ko'rsatib har narsani yozib o'rganda endi qadimdagi odamlar ham. Rost bo'lgani ham uni tilini tushunishing qanchalik qiyin. Ishoralar, ramzlarni yechishing. Endi odamlar lekin Qur'onni ana shunday kovlamaydi, Qur'on tafsirini. Alloh shuning uchun aytayapti: "Qul huwa naba'un azim." Ayting, bu buyuk xabar, aniq xabar, ya'ni yolg'on yashiq xabar emas. Aniq xabar, antum anhu muridun. Sizlar bo'lsa bundan yuz o'girasizlar. Qiyomatdagi ta'siriga qarasak, qiyomatni Alloh naba'un azim deb nomladi. Amma yatasaalun an naba'il azim dedi. Buyuk xabar u, chunki hech kim bilmaydi qachonligini, va lekin eng katta aniq buyuk xabar u. Ikkinchidan, qiyomat kunida yuqorida oyatlarda o'tilgandek, hammaga qilgan qilmish xabar beriladi. Yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama va akhkhar. O'sha kunda insonga nimani taqdim qilgan va nimani qoldirib ketgan orqasida ana shu hammasi aniq xabar beriladi. Oxiratingga nimalar taqdim qilding u, dunyoyingda nimalar tashab kelding. Za'ama allazina kafaru an la yub'athu qul bala va robbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum. Kofir bo'lgan kishilar tirilmaymiz deydilar. Ayting, Robbimga qasamki tirilmasizlar. Va qiyomat kunidan keyin qilgan amalinglar sizlarga xabar qilinadi degan. Endi bu fe'ldan olinadigan nasiba. Birinchisi, Allohning xabarlariga ishonish kerak. Yuqorida aytdik, "Wala yunabbi'uka mitlu xabir." Xabir zotchalik hech kimsa senga bir xabar qila olmaydi. Va xabarlar hozir bo'lmayotgan bo'lsa bo'lmaydi degani emas. Mana kofirlar shunaqangi shoshqaloq edi. Qiyomat aniq xabar desa qachon bo'ladi o'sha? Qani bo'lmayapti-ku. Mana 1400 yil bo'lib ketdi, bo'lmadi-ku deb hozirgacha shunaqangi insonlar bor. Alloh aytganki, "Likulli naba'in mustaqar va sawfa ta'lamun." Har bir naba xabarning qaror topish vaqti bor. Hali bilasizlar. Ya'ni vaqt soati bor hamma narsa. O'tmishdagisi aniq, kelajakdagisi ham xabarlar Allohning ana shunday aniq. Va rasulning xabarlari ham. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Biz o'tmishdagilarning qissasini haq bilan sizga aytib beramiz degan. Va bu xabarlarga ishonib qo'ya qolishlikning o'zi kifoya emas. Inson o'sha xabarlardan o'ziga tegishli xulosa chiqarish kerak. Masalan, kofirlarni xabar qilsa Alloh, bundan maqsad nima? Biz o'shalarning ishini qilmasligimiz. Oqibat o'shalardagidek bo'lmasin. Mo'minlarni xabar qilsa, o'shalarning ishini qilishimiz, oqibatimiz o'shanaqa bo'ladi. O'tmishdagi bo'lgani noaniq bo'lgan afsonalarga yoki kelajakda hali bo'lish bo'lmasligi aniq bo'lmagan munajjimlar bashoratiga ergashmaymiz biz. Qur'on sunnatdagi aniq xabarlarga ergashamiz, o'shandan tegishli xulosa chiqaramiz. Ikkinchi nasiba, xabar tarqatish. Va tarqatganda ham aniq xabarni tarqatish. Va tarqatilish kerak bo'lgan xabarni tarqatish. Yolg'on ma'lumotlar tarqatadigan muxbir bo'lmaslik kerak. Ayniqsa bugun bu juda oson, bir narsa internetda tarqalsa, shuni surishtirmasdan olib 1000 ta, 10 mingta a'zosi bor kanallarga odamlar tashlab olaveradi. Keyin qarasang yolg'on ma'lumot. Shuncha odamga endi uni yig'ishtirib olib bo'ladi. Chunki Alloh aytgan inja akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fosiq kishi bir aniq xabarni olib kelsa, ya'ni bir muhim xabarni deganida naba? Maxfiy bir xabarni olib kelsa, sizlar uni aniqlashtiringlar degan. Xud qushini qarang. Sulaymon alayhisalom uni suv yo'raman deb turganlarida u aytganki, "Vaji'tuka min saba'in binaba'in yaqin." Saba qavmidan men sizga aniq bir xabarni olib keldim degan. Va haqiqatan aniq xabarni olib kelgan bo'lgan, yolg'on xabar emas. Muxbir inson bugungi kunda bloger deydi, mana shunaqa bo'lish kerak, aniq xabar tarqatish kerak. Va insonlarga tushlarini xabarini berishlik ham shunga kiradi. Agar qo'ldan kelsa. Bu Yusuf alayhisalomning sunnatlaridan. Yusuf alayhisalom qavmidagi sheriklariga aytganlar: "La ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bitawilihi qabla an ya'tikuma."
Sizlarga hali yeydigan ovqatinglar kelishidan oldin men uning ta'vilini, aniq xabarini sizlarga aytib beraman. Ovqat yemasinglardan turib deganlar. Demak, tush nabasini aytishlik tush kelajagidan bashoratda. Bu ham mana shunga kiradi. Uchinchi nasiba, odamlar sir qilgan maxfiy xabarni aytib yurmaslik kerak. Mana Nabiy sollallohu alayhi vasallam ayollariga bir xabarni sir qildilar. Falamma nabbat bih, u ayol bo'lsa aytib qo'ydi borib. Va nabba'al alimul xabir, keyin payg'ambarimizga Alloh alimul xabir buni xabarini aytib berdi. Yani odamlar sir degan narsa sir bo'lishi kerak. To'rtinchi nasiba, amal qilsangiz, amalingizni hech kim qadrlamasa xafa bo'lmasligingiz kerak. Chunki yuqorida oyatlarda o'qidik, Alloh amal qil dedi va amalingni ertaga Alloh aytib beradi senga. Ba'zan odamlar seni noto'g'ri tushunishi mumkin, ba'zan qadrlamaydi, ba'zan sen haq bo'lib, o'zlari nohaq bo'lib turib, odamlar senga o'zini haq deydi. Xususan masalan ota-onang ba'zan nohaq, sen haqsan. Mayli bir gapdan qolaver. Alloh o'zi xabar qilaman dedi. Ertaga qiyomatda senga ham ota-onangga ham Alloh xabar qiladi. Kim haq, kim nohaq. Aniqini Alloh biladi. Mazhablar ixtiloflari ham. Yuqorida oyatlarda o'qidik. Hammani amali o'ziga ziynatlab qo'yilgan. Hammaniki o'zicha to'g'ri. Tushuntirdingmi bir odamga, tushunmadimi bo'ldi. Alloh o'zi ixtiloflashgan narsani ertaga xabar qiladi. Ya'ni haqiqat hech qachon yopiqligicha qolib ketmaydi. Egiladi, bukiladi, sinmaydi degandek, baribir Alloh bir kun uni oshkor qiladi. Ikkinchi fe'l bugungi darsimizda Allohning ig'ro fe'li. Moida surasining 14-oyatida Alloh aytadi: "Fa'aghrayna baynahumul adawata wal baghdha'a ila yawmil qiyamah." Qiyomat kuniga qadar biz ular o'rtasida adovat va nafratni ig'ro qilib qo'ydik deydi. Ig'ro g'ara so'zidan olingan arab tilida. G'iro degani yopishqoqlik degani. Shuning uchun ham arab tilida klini yopishqoq kli g'iro deyiladi. Endi bir kishini bir kishiga yoki bir narsani bir narsaga ana shunday ajralolmas qilib bir-biriga uni kirishtirib qo'yishda ig'ro deyiladi. Masalan, bitta it bilan itni urishtirib qo'ysangiz, qanaqa bir-birini tishlab ajralmaydi. Urib kaltaklasangiz ham qo'yib yormaydi bir-birini. Ana shunda ag'roytul kalbayn deyiladi. Ikkita itni bir-biriga ig'ro qildim. Nima degan ekan? Ig'vo qildim bir-biriga degani. Bir-biriga uni yopishtirib, bir-biriga qarama-qarshi qilib bog'lab qo'ydim degani. Adovat qilib o'rtasida. Alloh azza jallaning haqida Qur'onda ikki o'rinda keldi bu ma'no. Birinchisi Moida surasining 14-oyatida. Ahli kitoblar haqida Alloh aytgan: "Va minallazina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fanasu haddan mimma zukkiru bi." Biz nasroniymiz degan kishilardan biz ahd misoq olgandik. Ular bo'lsa, o'zlariga berilgan eslatmalardan bir qismini unutdilar. Natijada biz fa'aghrayna baynahumul adawata wal baghdha ila yawmil qiyamah. Qiyomat kuniga qadar ular o'rtasida adovat, nafratni ig'ro qilib, ya'ni qo'zitib qo'ydik. Ya'ni ularda o'sha o'zlariga berilgan dinni unutib amal qilmaganliklari sababidan Alloh o'rtalariga adovat, nafratni tashlab qo'ygan qiyomat kuniga qadar. O'sha adovat, nafrat tashlashlikni ig'ro qildik deyapti. Bu nima degani dedik? Kilidek bir-biriga tarmashtirib qo'ygan, bir-birini qo'yib yormay g'ajlaydi. Mana nasoralar toifalarni qarang. Hammasi bir-birini kofir deydi, bir-birini yomonlagan, bir-birini ma'lumot qilgan. Ikkinchisi Ahzob surasining 60-oyatida keladi. Munofiqlar haqida aytgan. La illam yantahil munafiquna wallazina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Agar bu munofiqlar va qalblarida marazi borlar va Madinada fitna tarqatayotgan kishilar to'xtamasalar, sizni ularga qo'zg'aymiz. So'ngra sizga hech ular u Madinada qo'shni bo'la olmay qoladilar, illa ozchiligi qoladi. Ya'ni masalan bilamiz, munofiqlar qalbida maraz bor, o'sha munofiqlar hamtovoqlari va ba'zi hovliqma kishilar, shu munofiqlar gap so'zga ishonib yuradigan fitnachilar. Ana shular har xil gap so'zlar tarqatib fitna qilaverishardi Madinada. Endi Allohning rahmati va bir hikmatlari borki, o'shalarni qo'yib qo'ygan shu Madinaga. Ammo o'shalarga tahdid qilyapti Alloh. To'xtaysizlarmi yo'qmi? Agar shu fitnachiliginglardan to'xtamasanglar, payg'ambar ularga qarshi qo'zg'aymiz deyapti. Ya'ni Alloh shunday payg'ambarning qalbiga bir hisob qo'yadiki, Rasululloh ish fikrlari o'tirsalar, tursalar, shu munofiqlar yo'q qilish bo'lib qoladi. Yashaladimi ayting munofiqlar keyin. Osmonga chiqsa oyog'idan, yerga kirsa quloqidan tortib bo'lsa ham sahobalar ushlab keyin yo'q qilib, hammasini o'ldirib yoki haydab surgun qilib yo'q qilishadi Madinadan. Shuning uchun hech qachon siz yoningizda tura olmay qolishadi keyin deyapti. Endi indamagan sari o'zingizlardan ketmaylar deganda bu. Yasha olmay qolasan agar hozir Rasulullohga Alloh shunday bir tashlasa, qalbiga nafrat sizlarga qarshi, ya'ni ig'ro
sizlarga qarshi hujum tashlasa qalbiga shu fikrni, yasholmay qolasizlar deyapti. Endi Allohning bu fe'lini ta'sirini borlig'ida ko'p narsalarda ko'rishing mumkin. Alloh uni o'rtasiga shunday bir adovatni ig'ro qilib, ya'ni qo'zitib qo'ygan, shu dunyo yarlagandan boshlab shu qiyomatgacha deb o'ylaysan, shunaqa ketadi bular. Masalan, it bilan mushukni qara. Nimani kelisha olmaydi shular? Qadimdan hozirgacha hatto maqollar bor, it mushuk bo'lib yuribdi. Doim bir-birini quvlagan. Bunisini. Mushuk bilan sichqonni qara. Bu haqida ham maqollar bor hattoki, mushuk sichqon bu nima deydi. Doim bir-biriga nisbatan ana shu adovati bor. Xo'rozlarni qara, bir-biri bilan urushgan. Itlarni qarasang, bir-biri bilan qanday urushadi. Ya'ni tabiatda shu bir narsalarni Alloh shunday qilib qo'yar ekanda, ularning o'rtasiga bir-biriga nisbatan shunday adovat tashlab qo'ysa, raqobat, ular shunaqa narsa davom etaveradi. Insonlar toifalarida ham. Mana yuqorida aytdik, nasorolar o'rtasida qancha fitnalar. Ummat ichida ham. Nosibiylar bilan rofiziylar degan toifa bor qara. Nosibiylar ahli baytni yomon ko'radi, rofiziylar ahli baytga sig'inadi. Endi bular o'rtasidagi adovat tugamaydi. Mo'min bilan kofir bir-birini ko'rgan ko'z yo'q. Mo'min bilan munofiq ham xuddi shunday. Doim o'rtasida adovat. Endi bu fe'ldan olinadigan bandaning nasibasi birinchisi Alloh ana shu adovat tashlaganda hikmatni tushunish. Nimaga shunday qiladi Alloh? Jazo ekan bu. Shuni bilginki, bir odam seni o'tirsang, tursang orqangdan qo'ymay kilidek tarmashib, joningdan to'ydirib o'rayotgan bo'lsa senga, yomonlik qilib, bezoringni chiqarib, nima qilib bo'lsa ham Alloh yopishtirib qo'ygan senga shuni. Bu Allohdan bo'lar ekan, qarang. Yuqorida aytildi-ku, sen o'zingga berilgan nasibadan nimanidir unutar ekansan, Alloh keyin ana shunday qilib bir-biringni kilidek qilib bir-biringga talmashtirib qo'yar ekan. Izma bitta odamni yoningga yopishtirib qo'yadi, ana shu seni o'tirsang, tursang azobing bo'ladi o'sha. Ba'zan bu ishxonadagi bir xo'jayining o'tirsang, tursang shu seni kuningni bermaydi. Ba'zan uyda bu. Masalan, xotinlarga ba'zan erlar ana shunaqangi jazo bo'lib keladi. Xotinlar o'zining aybini ko'rmaydi-da. Meni erim yomon, erim shunday injiq do'radi. Asli bu ham bitta gunohga jazo unar shunaqa. Kilikda bitta erkakni Alloh boshiga solib qo'ygan. Ba'zan erkaklarga xuddi shunday. Kilikdek tamashaydigan bitta xotinni berib qo'ygan, shu jazo unga qilgan ishlariga. Ko'chada ham yura olmaydi. Uyda ham o'tira olmaydi. Ana shunday bir balo unga u. Bu inson ana shunaqa paytda o'zini tahlil qilish kerak. Birovni ayblab, birovni yomonlab, unga chiqib shikoyat foyda yo'q. Alloh aytayaptiki, biz qilamiz mana shuni deyapti. Vajalna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun degan shuning uchun. Ba'zinga biz sinov qilib qo'yamiz, qani sabr qilar ekansan. Shu bilginki, bunaqa odamlardan ajrashib ham qutulib keta olmaysan. Ishdan bo'shab ketib ham qutulib keta olmaysan. Ham bitta shunaqasiga tutulasan. Odamlar hozir aytadi, "Voy, qo'rqib qoldim, uylangani ham yoki erga tegani ham" deydi. Gunohingdan qo'rq. Odamlardan qo'rqma. Agar sen bir oila qurganingda, o'sha oilang buzilganda, nega bunday bo'ldi deb o'shani aybini izlab o'zingni isloh qilmas ekansan, yana xuddi shunday bo'ladi. Inson shuning uchun bu kelayotgan qadarlarda hikmatni surishtirish kerak. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Va o'ziga tegishli xulosani chiqarishligi kerak. Mana Alloh munofiqlarga nima deyapti? Yo to'xtaysan deyapti. Yoki payg'ambarning qalbiga ana shunday shu hisni tashlaymiz senga qarshi, Rasululloh keyin shunday tarmashadilar munofiqlarga, yasholmay qoladi. Ko'ryapsizmi? Payg'ambarni o'sha munofiqqa tashlaydigan ham Alloh ekan. Yoningda sen bilan bitta fikrdagi, e'tiqoddagi insonni senga qarshi shunday kilikdek yopishtirib qo'yadigan ham Alloh ekan. Bezoring chiqaradigan qilib. Hamda inson o'zi aybini ko'rib isloh qilishligi kerak. Ikkinchi nasiba. Inson fitnachi ana shunaqangi odamlar bir-biriga ig'ro qilib, ya'ni qayraydigan bo'lmasligi kerak. Bu Allohning ishi. Hech kimsa boshqa bunaqa qilishga haqqi yo'q. Bunga buni urishtiradi, bunga buni urishtiradi. Shuning uchun hatto hayvon urishtirishdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar. Nahnu bismillah ayn tahrish baynal bahaim. Hayvonlar o'rtasida urishtirishdan qaytarganlar. Xo'roz urishtirish masalan, et urishtirish. Endi odamlarni bir-biriga urishtirish bundan batariqali fitnachilik deyiladi. Alloh buni kimgadir kimga jazo qilib beraveradi. Allohning qadariy narsasi hikmati bor uni. Lekin insonga emas bu ish. Ba'zilar bilib, ba'zi ahmoqligidan bilmasdan mana shunaqa qiladi. Masalan, bir odamga yomonlik uradi, yomon ko'rib qoladi. Keyin qayda ko'rsa shu bilan urushadi. Yoki palon deydi deb, buni gapini bunga yetkazadi. Ahli ilmlar o'rtasida urushtirishadi ba'zilar. Xo'roz urushtirgandan battar qilib. U unaqa sizning gapingizga qarshi gapiryapti, bunisining gapini bunga yetkazadi, sizga raddiya qilyapti deb fitnachilik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam hech kim haqida gap tashmasin deganlar. Xotinlar o'rtasini buzishadi.
Masalan, erkak odam ko'chada erkaklar bilan erkakcha gaplashadi. Erkak odam o'zini erkakdek bir tasavvur qilish uchun o'zini nafsida va o'zini erkakdek bir tasavvur berish uchun birovning haqqiga. Xotinini masalan narberi qilib gapiraveradi erkak odam do'stlariga. Bu xotinlar ahmoqda deydi, xotinlar o'da, xotinlar buda deyveradi odam. Lekin shu qarasang, bir erkak bola shu gapni xotiniga aytib beradi. Xotini kelib keyin xotiningga aytib beradi. Endi janjalni ko'r, men haqimda shunday debsan, men haqimda shunaqa fikrda ekansan. Bunga tushuntirib bo'lmaydi endi. Bu sening haqingda, bu do'stimga aytgan gapim bu. Senga aytgan gapim boshqa degan narsa ular tushunmaydi. Yoki xotinlar ham xotin haqida, eri haqida xotinga boshqa gapni gapiradi, eriga boshqa gapni gapiradi. Buni bir-biriga tashib borilmaydi. Ana shu tahrish deyiladi, odamlar o'rtasini ig'vo qilish. 3-nasiba ig'rodan ehtiyot bo'lish. Ig'rolar ko'p bizda. Masalan, dunyo hayoti ig'ro, ya'ni fitnalaydi insonni, o'ziga yopishtiradi. Ayollar ig'ro, fitnalaydi insonni, o'ziga yopishtiradi. Zebu zinat va hokazo. Inson bu narsalardan ehtiyotni olishligi kerak. Chunki yopishqoq narsa qayerda bo'ladi? Qopqonda. Mana hasharotlarga qaragin. Yopishqoq narsa ekan deb, shira ekan deb kelib, qanchasi chivinlar, pashshalar, kalamushlar ana shu yopishqoq narsalarga yopishib tirikligicha o'ladi. Og'achidan o'ladi. Sillasi qurib o'ladi. Ana shu yopishib qolgandan. Qanchasi vizillab uchaman deb ucholmay yopishib o'sha yerda oyoq qo'llari uzilib o'ladi. Kalamushlar ham xuddi shunday. Holsizlikdan yopishib o'ladi ana o'sha yerda. Kiliga tarmashib. Nimaga shu ahvolga tushdi shular? Shira ekan deb kelib o'sha yerga shu ahvolga tushdi. Chumollar qancha shakarlarga, asalga yopishib qolib o'ladi. Inson ham aslida mana shunday. Shahvatlar, dunyo fitnalari insonga ana shu shira kilidek o'ziga tortadi. Borsing yopishib o'sha yerda madoring quriydi. Moling ketadi, dining ketadi, quvvating ketadi. Yoshliging ketadi. Mana bugun telefon ko'pchilikka mana shunaqangi shira, buni sichqonlar, pashshalarni shirasiga o'xshab halok qiladigan shirasi bu insonlarda bugun. Shunga yopishib qancha yoshlar o'zining yoshligini xarob qiladi. U telefonda ko'rgan narsalardan shahvatlari qo'zib, keyin shahvatlarini ishlatish vaqti kelganda shahvatlardan mahrum bo'ladi. Haqiqiy oila qurganda yigitlar ham, qizlar ham bugun ko'p shikoyatlarni eshitasan. Oila qurgan yigit yaramaydi. Erga tegan qiz bola to'shagida rohat bilmaydi. Erga bu narsa ta'sir qiladi. Sen bu kundadek yotasan, hech bir hissizsan deydi. Qarasang, u ham u planini to'ldirib qo'yganda o'zi undan avval. Bu nimadan mana shu kliyiga tarmashib, mana shu pashshaga o'xshab madorini quritgan bu. Shuning uchun endi haqiqiy lazzat vaqti kelganda endi lazzat topmaydi u. Shuning uchun bunaqa o'tkinchi ig'ro degani ana shu ko'zingni o'ynatib, seni o'ziga tortayotgan shiralar bunga aldanma. Yaqinlashma. Bitta oyog'ing elashib qolsa, o'sha yerga yopishasan, keyin qaytib o'zingni chiqara olmaysan undan. 3-fe'l bugungi darsimizda taqfiya fe'li. Baqara surasining 87-oyatida Alloh aytadi: "Va laqad atayna Musal kitab va qaffayna min ba'dihi bir-rusul." Va batahqiq biz Musoga kitobni berdik, so'ngra undan keyin elchilarni ketma-ket jo'natdik. Mana shu yerda Alloh qaffayna degan so'zni taqfiya fe'li deyiladi. Bu nima degani? Qafa arab tilida bir narsaning orti deyiladi. Shuning uchun insonni orqa miyasini qafa deyiladi arab tilida. Boshchanoqning orqa qismini. Mana shundan o'zbek tilida eshitganmiz. Qofiya degan so'z bor. Ya'ni she'rning oxirgi qatori. Arabcha so'z mana shu qofiya degani arab tilidan olingan aslida. Demak, qafa nima degani? Qofiya har qanday narsani orqa oxirgi qismi degani. Davomi degani ya'ni. Allohning haqqida bu Qur'onda 3 o'rinda keldi. Uchalasi ham bitta mavzuda. Payg'ambar davomidan payg'ambar jo'nataverishligi Alloh. Mana yuqorida Baqara surasining 87-oyatida Musoni jo'natib, davomidan ketma-ket payg'ambarlar jo'nataverdik. Qofiyadek qilib ya'ni. Muso o'qishdan keyingi mana Bani Isroil qancha payg'ambarlari Iso alayhisalomgacha. Va yana Moida surasining 46-oyatida va qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam. O'sha o'tgan payg'ambarlar izidan Iso ibn Maryamni jo'natdik deydi. Ketma-ket qilib ya'ni. Yana uchinchisi Hadid surasining 27-oyatida "Summa qaffayna ala atharihim bi rusulina va qaffayna bi Isa ibn Maryam." Ulardan keyin payg'ambarlarimizni jo'natdik va Iso ibn Maryamni jo'natdik deydi. Hammasi mana shu ma'noda kelyapti. Ya'ni Alloh payg'ambar ketidan uzluksiz payg'ambarlar jo'natib o'rgan. To Nabiy sollallohu alayhi vasallam
kelgunlariga qadar, ya'ni Iso alayhisalom bilan Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'rtalarida 600 yil uzilish bo'ldi, ungacha payg'ambar uzilmagan. Demak, ko'rinib turibdiki, bu fe'l shariatda ta'siri ko'rinadi faqat. Mana shu shariatda Alloh paydarpay shu payg'ambarlar jo'nataverishligi haqida keltirdi. Albatta boshqa narsalarda ham ko'rishingiz mumkin, lekin Qur'onda kelganini nazarda tutyapmiz. Alloh asli uzluksiz jo'nataveradigan narsalari ko'p. Masalan, uzluksiz kislorod yetkazib berib turibdi. Uzluksiz yomg'ir yog'diradi, uzluksiz davomidan kelaveradigan quyosh chiqishligi, quyoshdan keyin oy. Bular hammasining misollari ko'p, lekin Qur'onda faqat vahiy haqida keldi bu. Bundan bandaning oladigan nasibasi birinchisi insonlarga haqni ana shunday uzluksiz yetkazish kerak. Nuh alayhisalom 950 yil to'xtamay da'vat qilganlar. To'g'ri, ba'zi o'rinlarda aks ta'sir qilmasligi uchun to'xtab yuzib berish ham kerak. Alloh Qur'onda ko'p oyatlarda shuning uchun yuzib bering deydi. Ayniqsa masalan siz ustingizda haqqi ulug' bo'lgan odamlarga nisbatan tushuntirsangiz battar bo'lyaptimi, yuzib berasiz. Masalan, ota-ona. Tushuntirdingiz, olmadi, yuzib berasiz. Shunga o'xshash boshliqlar tushuntirding, qabul qilmayapti, yuzib berasan. Lekin seni xususan qo'l ostingdagilar, gaping o'taydigan insonlar, mana bularga to'xtovsiz inson haqni yetkazishligi kerak. Payg'ambarlar chunki Alloh shuni to'xtovsiz jo'natgan. O'z javob beradi, tashab qo'ymagan. Hech qachon ummat payg'ambardan xoli bo'lmagan. Va inson o'zi ham iymoni uni sobit turishini istasa, to'xtovsiz uni yangilashligi kerak. Mana shuning uchun tinimsiz ilm o'qish kerak. O'qiy olmagan odam eshitish kerak. Ana shuning uchun to'xtovsiz namozga buyurilganmiz. 5 mahal namoz har kun o'qiladi. To'xtash yo'q. Namoz ketida namoz kelaveradi. Ibodatlarga qarasang, bir-biriga ana shunday bog'lab qo'yilgan. Ramazon tugaydi, davomidan yana Shavvol ro'zasi boshlanadi. U ham tugaydi, bir muddat dam olamiz. Uni orasida ham aslida yana ro'zalar bor. Dushanba, payshanba, oq kunlar ro'zalari. Keyin yana qarasang, Muharram oyining ro'zalari keladi. Zulhijja oyining ro'zalari keladi avval 10 kunligi, undan keyin Muharram oyining ro'zalari keladi va hokazo. Ibodatlar ana shunday bir-biriga bog'lanib ketaveradi, mavsumlar. Chunki inson doim oziq olib turish kerak-da. Ikkinchi nasiba inson har qanday chaqiruv uchun ortidan ergashib ketavermasligi kerak. Chunki qafa orqasidan ergashish ma'nosi bor dedik. Alloh Qur'onda aytadi: "La taqfu ma laysa laka bihi ilm." Sen aniq bilmagan narsangga ergashma deydi. Ya'ni bir odam seni nimaga chaqirsa, unga ergashishdan oldin shu chaqirayotgan narsasi to'g'rimi, noto'g'rimi bil shuni. Eshit, ko'r, ongingni ishlat. Qur'onni taqlid qilma. Hatto imomlarga ham, ya'ni mazhab boshlariga ham nimani aytsa o'sha ergashib ketilavermaydi. Daliliga qaraysan. Boshqa dalili kuchliroq o'rin bo'lsa, boshqaga ergashasan. Alloh hammasini so'raydi sendan, nimaga ergashding deydi. Mazhab ulamolari ham hattoki shuning uchun aytishgan, kim bizning mazhabimizni qayerdan olganligini bilmasa, unga ergashmasin deyishgan. Ya'ni Qur'onni taqliddan qaytarilgan. Uchinchi nasiba inson odamlarga haqni yetkazishda ulardan muomalaga qarab yetkazishligi kerak emas. Yetkazaveradi. Ya'ni masalan qarang. Bani Isroil payg'ambarlar tinimsiz o'ldirardi. Lekin Alloh payg'ambar ketdan payg'ambar jo'nataverardi. Hozir ba'zi odamlarga ajablansan, bir yarimta kalima o'rgatsa odamlarga, odamlar qadrlamasa yo'lini to'xtatib qo'yadi. Nimaga desang, odamlar qadrlamayapti. Odamlar bir og'iz rahmat demadi. Ustoz deb hurmat qilmadi. Meni gapimga quloq solmayapti. Va hokazo bahonalar, nos qilishlar izzat talablik. Alloh azza va jalla qarang, bandalarga ehtiyoji yo'q. Bandalarda Allohga ehtiyoji bor. Shular lekin jahannamiy bo'lib ketmasin, kofir bo'lib o'lmasin, Alloh taolaga bor hujjat qilmasin deb Alloh shularga qayta hujjatlarni jo'natavergan. Odamlar o'ldirsa ham Alloh jo'natavergan payg'ambarlardan. Mo'min odam ham shunaqa bo'ladi. Odamlar qanaqa muomala qilsa sizga haydab solsin, boshingizdan gul sochish o'rniga bomba sochsin, undan qat'iy nazar odamlarga haq bilmovchi bo'lishligi kerak. Payg'ambarlar yo'li shu. Odamlar payg'ambarlar quchoq ochib kutib olmagan, gul sochib, tosh otib kutib olgan. Lekin Alloh jo'natavergan. Ilm beruvchi inson ham shunaqa bo'lishi kerak, izzat talab bo'lmaydi. Shu yerda to'xtaymiz. Inshaalloh keyingi darsda Allohning takfir fe'lidan davom ettiramiz. Subhanallohu va bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta va astag'firuka va atubu ilayk. Vallohu alam.